Salom she'riyat muxlislari. Yana hozir men hazilona bir she'r telefon haqida yozdim. Bu she'rimda endi balkim bir joylari kelishmay qolgandir, oldindan uzr so'rayman. Hazil she'r telefon haqida. Telefon chiqdi-yu, bir balo chiqdi. Odamlar bir-biriga qaramay qo'ydi. Oqibatni unutib bir chetga surib, Instagram, Facebook, WhatsAppga kirib, mutlaqo mehrni unutib qo'ydi. Qanday zamon bo'ldi, voh. Yoshlari yosh desak biroq, hatto bobo buvimiz ham qiziqib ketdi. Bolalarni-ku aytmay qo'yaveray. Telefondan ko'zlarini uzmay qo'yishdi. Qayda qoldi o'zbekona hayo ibolar? Shundayin ajab bir zamon bo'lib qoldi. To'yu marakaga taklifnoma ham aslo kerak bo'lmay qoldi-ku. Telefonda aytilib qomu qarindosh, yoru do'st qo'ni qo'shni aytilmay qo'ydi. Bir tarafdan yaxshidir balkim, uzog'ingni yaqin qiladir telefon, olisdagi qarindoshlarga xabaringni yetkazar telefon.